Ayni damda Toshkent shahar bosh imom-xatibi ustoz Abduqahhor domla Yunusov Toshkent shahridan kelgan ziyoratchilarga haj odoblari haqida ma'ruza qilib beryaptilar. Ana shu ma'ruzalardan lavhalar ko'rsatib boramiz. Biz Madina Munavvarada 2 rakat o'qigan namozimiz uchun mingdan afzal, boshqa masjidlarda o'qilgan mingdan afzal savobga ega bo'lgan bo'lsak, bugun haramga borib turibmiz. Haramda o'qilayotgan 2 rakat namoz boshqa masjiddagi 100 minglab savoblardan ko'ra afzalga Alloh taolo erishtiryapti. Har lahzamiz, har daqiqamiz ibodat va saodat ekanligini biz eslatmoqchimiz. Azizlar, Alloh taoloning fazli bilan bir necha yillar kutib bu joylarga qadamimiz yetdi. Bugun bu qadamimiz yetishligi ham asli Alloh taoloning o'zini fazli bilan bo'ldi. Lekin bugun tasavvur qiling, vatanda qanchadan qancha inson duo qiling, bizga ham nasibamiz qo'shilsin deb duo qilib, duo so'rayapti. Qayta kelayotgan insonmi Alloh chaqirgan? U ishchi guruh bo'ladimi, 50 boshi bo'ladimi, shifokor bo'ladimi, oshpaz bo'ladimi, yo hoj ziyoratlarning ichida. Alloh chaqirganini to'xtata olmaysiz. Shunday ekan, mana shu safda siz ham borsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, qabul bo'lgan mabrur hajning mukofoti faqat jannat dedilar. Faqat jannat. Haji qabul bo'layotgan inson hajini tayyorgarligi davomida qanday bilsa bo'ladi desa, u odam beparvo bo'lmaydi. Oldingi ishlaridan o'zini tiyadi. Kimki haj asnosida fisq, fujur, fitna, har xil turli balo ofatlardan o'zini ehtiyot qilyapti, ayniqsa tilini. Assalamu alaikum.